Bu dunyodagi eng sovuq shahar. Bu Yakutsk bo'lib, u Sibirda joylashgan. Bu dunyodagi eng sovuq va eng kam aholi yashaydigan hududlardan biridir. Yakutskda taxminan 336 mingdan ortiq kishi yashaydi. Ularning aksariyati shahar atrofida joylashgan olmos konini boshqaruvchi Alrosa kompaniyasida ishlaydi. Yakutskda harorat -60 darajagacha yetgan. Qaynoq suvni havoga sepganingizda u darhol qor bo'lib tushadi. Tashqarida bananlarni bolg'a sifatida ishlatish mumkin va go'sht bo'laklari darhol temir ustuniga yopishib qoladi. Odamlar uzoqqa yurishga jur'at etolmaydilar, chunki 10 daqiqadan ko'proq vaqt davomida tashqarida bo'lish muzlashga olib kelishi mumkin. Mashinalar doimo ishlatilgan holda saqlanadi, chunki ular o'chirilsa qayta yoqish juda qiyin bo'ladi. Odamlar tashqariga chiqishdan oldin bir necha qatlam kiyim kiyishlari kerak. Ularning umumiy og'irligi 10 kilogramdan oshadi. Tashqarida harakatlanish paytida juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda yangi sabzavotlarni topish qiyin, lekin go'sht juda ko'p va arzon. Mobil telefonlar tashqarida uzoq vaqt ishlamaydi, chunki ular tezda o'chib qoladi. Agar sizga bu yerdan yashash uchun uy berilsa, ko'chib kelishga rozi bo'larmidingiz?